Umar Xayyom mashhur fors olimi, shoir, matematik, astronom, fizik, tabib va faylasuf. Umar al-Xayyom 1048-yil 18-mayda Nishopur shahrida chodir tikuvchi kosib oilasida dunyoga kelgan. Uning Xayyom laqabi ham otasining chodir tikuvchilik hunariga monanddir. Umar Xayyom Buxoro va Samarqand shaharlarida yashab, ta'lim olgan, ijod qilgan. Umar Xayyom Nishopur, Balx, Buxoro shaharlarida o'qiydi. Rivoyatlarga qaraganda Saljuqiylar vaziri Nizomul Mulk unga Nishopur hokimligini taklif qiladi, lekin Umar Xayyom bunga rozi bo'lmaydi. Umar Xayyom 1074-yildan boshlab Isfahon rasadxonasi ishlariga rahbarlik qilib, matematika, astronomiya sohasida tadqiqotlar olib boradi. Uning matematika, falakiyatshunoslik, falsafaga oid bir qancha asarlari va kashfiyotlari ma'lum. 1079-yilda Xayyom yangi isloh qilingan kalendar ishlab chiqaradi. Bu kalendar Yevropada undan 500 yil keyin qabul qilingan va hozirgi vaqtgacha qo'llanilayotgan Grigoriy kalendaridan ham aniqroq bo'lgan. Risolatul Kavn va Taklif, koinot va uning vazifalari. Risola fil vujud, borliq haqida risola. Risola fi kulliyoti vujud, borliq umumiyligi haqida risola kabi asarlari ham mashhurdir. Xayyom ruboiylarning soni turli ma'lumotlarda 11 tadan 1200 tagacha ekanligi aytiladi. Dilim ilmlardan mahrum bo'lmabdi. Bir sir qolmabdiki, mavhum bo'lmabdi. Tunu kun o'yladim 72 yil, ongladim. Hech narsa ma'lum bo'lmabdi.